istig'for payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, 3 ta foydasi bor deydilar. Istig'for, astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh. Mana bu bir kalima, qator kalima hammamizning tilimizga oson bo'lgan, aytish yengil bo'lgan ulug' kalimalar. Astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh. Hatto namozda assalomu alaykum va rahmatulloh, assalomu alaykum va rahmatulloh deb salom berib turib istig'for aytamiz. Namozdan xoli bo'lib aytamiz. Istig'forni aslidan biz o'ylaymiz, gunoh qilgan odam istig'for aytadi. Namoz o'qirdik, gunoh qilganimiz yo'q. Unda nimaga istig'for aytyapmiz? Namozimiz ichidagi ko'p kamchiliklarimiz, ko'p o'rinlarini to'ldira olmaganimizni mag'firatini Allohdan so'raymiz. Allohim, sen xohlagandek qilib o'qiy olmadim, namozimni o'zing qabul qilgin deb so'raymiz. Istig'forning 3 ta foydasi. Birinchisi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar, istig'for ketgan narsani o'rnini to'ldiradi dedilar. Qo'lingizdan bir narsa ketdi. Misol uchun kasod bo'ldingiz, ya'ni bankrot bo'ldingiz, Alloh saqlasin. Mashinangizni urib oldingiz, telefoningizni yo'qotib qo'ydingiz, qo'lingizni kesib oldingiz. Qo'yingki, qanaqa holat bo'lmasin, so'kmasdan. So'kinib oladida bizda ko'pincha mashina chuqurga tushib ketsa, yo bitta narsa tegib ketsa, yo qo'li kesilib ketsa, bizkilar nima deydi? O'sha holatda endi didda deb so'kib oladi. Darhol istig'for ekan. Astag'firulloh, Allohim gunohlarimga kaforat qilgin. Bir orqani qarash kerak ekan. Nima xato qildim men? Nimaga qo'limni kesib oldim? Nimaga oyog'im qayrilib ketdi? Nimaga mashinam chuqurga tushib ketdi? Nimaga balonim yorilib ketdi? Nimaga telefonning ekrani sinib qoldi? Hatto payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, qarang, oyoq kiyimning ipini uzilib ketishligi ham Allohning xohishi bilan bo'ladi. Shu ham gunohimga kaforat dedilar. Ipni uzilib ketishi degani mashinaning balonni teshilishi degani. Kasofat, haligi o'rtog'imni oborib tashlab qo'ygandan keyin shuni nasl urdi mashinaga, mana baloni yorildi deb qardi. Bir yaxshi ko'rgan va'zasi sinib qolsa, bugun qaynam kelib ketdi deb. Eshityapmiz-da, qaynab kelib ketgandan keyin yaxshi ko'rgan idishim sinib qoldi. Yo'qsa xotiniga qarab aytadi, "Singling kelib ketgandan keyin mana televizor kuyib qoldi" deb. Ko'rdingizmi, qachon o'rganamiz astag'firulloh deyishni? Qachon birovni kirayni qilib, qachongacha boramiz? Istig'for ketganni to'ldiradi. Ketganni to'ldiradi. Ikkinchisi, istig'for yetolmaganga yetkazadi. Yetolmayapsiz, bir ishga kira olmayapsiz, o'qishga kira olmayapsiz. Bir yaxshi joydan uy ko'ribsiz, shu uyni ola olmayapsiz. Bir yaxshi mashinani ko'ribsiz, ota-onamni shu mashinaga solib bir xizmatini qilay deyapsiz, mashinaga yeta olmayapsiz. Umrani fazilatini eshitdingizda umraga boray deyapsiz, yo'l bo'lmayapti. Ya'ni insonni, har bir insonning o'zini hayotida o'zini orzu havas bo'ladi. Kimdir qavat qator baland uylarni havas qiladi, pishirishda solsam deydi. Kimdir ota-onam hayot bo'lsa deydi. Kimdir og'rimasin deydi. Kimdir nimanidir o'ylaydi-da hayotda. Istig'for yetkazar ekan, yetolmayotgan narsaga yetkazar ekan. Uchinchisi, istig'for qo'lingizdagi borini saqlab turar ekan. Nima bor qo'lingizda? Shuni saqlab turadi. Astagfirulloh va atubu ilayh. Astagfirulloh va atubu ilayh. Astagfirulloh va atubu ilayh. Yoki astagfirulloh bu. Bir yigit aytadilar. Bu bo'lgan voqea ekan. Xotinim bilan har kuni urushamiz. Va g'azab qilib turib chiqib ketaman, darvozadan oxlab chiqishimga xotinimni sog'inaman. Bekor urushdimmi? Nimaga urushdimmi? Bechora xotin kirimni yuvadi, ovqatini qiladi, ochiq yuzli gap qaytarmaydi. Baqiraveraman. Ko'nglim g'ashlanadi, ko'chada yursam ham ko'nglim g'ashlanadi. Yana oradan bir o'tadi, yana janjal qilaman, yana baqir-chaqir qilaman, yana achchig'im chiqib ketib, do'stlarimni davrasida o'tirsam, uyga torta oladi, ichim g'ashlana oladi. Xotinimni xafa qilib qo'yib chiqdim. Obbo deb ichim yomon bo'laveradi. Uyga torta oladi. Bir kuni yana urushib qoldik deydi. Hali yigitlar. Shunday yomon urushdikki, dedim. Talog'ini beraman shuni dedim. Talog'ini berib, undan ko'ra bitta yaxshi xotin olaman dedim. Yaxshi xotin izlasang, xotinsiz o'tasan. Yaxshi xotin yo'q. Chunki biz yaxshi emasmiz-da. Biz ham ideal emasmiz. Xotinlar ham ideal bo'lmaydi. Bizda ham kamchilik bormi? Ularda ham bor. Ba'zi kamchiligiga ko'z yumib bismillah peshonamga yozgan shu ekan deymiz. Imom G'azoliy aytadilar. Ana devorda o'zingizlarni soyalarni ko'ryapsizlarmi? Mana soyamizni ko'ramiz. Xotin seni soyang degan.
Sen to'g'ri tursang, soyang ham to'g'ri turadi degan. Qiyshaysan, qiyshayadi deganda. Shuning uchun biz ko'zimizni tiyib, so'zimizni ehtiyotlab chiroyli hal qilsak, uy isloh bo'lib ketaveradi. Mana shu yigitning voqeasi shu yerda to'xtab tursin. Bir olimga bir yigit kelib aytgan ekan: "Ey ustoz, xotinimni seva olmayapman, nima qilay?" degan ekan. "Hech ko'nglim tushmayapti. Yaxshi xotin, pazanda, tili uzun emas, betdan olmaydi. Seva olmayapman" desa, hali olim aytgan ekan: "Nima qilay men? Sen ko'chada muhabbatingni bo'lib yuribsan hammaga" deyapti. Hammaga qarab yuribsan u deyapti. Muhabbatingni ko'chada bo'lib yuribsan. Shu ko'zingni tiysang, o'sha muhabbat xotiningga hosil bo'ladi deyapti. Garantiya beraman. Bu meni gapim emas, ustozlarning gapi. Ko'zini ko'chadagi nomahram ayollardan tiygan erkak xotinini sevib qoladi. Menga o'xshadi. Tiyinglar-da ko'zinglar. Yoshlarga tegishli gap endi bu. Kattalar o'sha bo'ldi, shaptali qoqa bo'ldi, qaqa qaraydi. Foydasi yo'q qaraganlar. Yoshlar umid qilaveradi-da. Yoshlar umid qiladi. Ukalar ko'zinglarda tiyinglar-da. Bu mana yozilyapti, bu tarqab yetsin hammani qulog'iga. Xotinidan hadi menga shikoyat qilib keladi, domla xotinim manaqa bo'lyapti, unday bo'lyapti, bunday bo'lyapti deb. Men aytaman-da, boshqa gap yo'q. Ko'zini tiysin, sevib qoladi xotinini. Dunyoda undan go'zal ayol bo'lmaydi. Haligi yigit oxiri mana shu yerga yetdi-da, bugun talog'ini beraman dedi-da. Talog'ini berib boshqa xotin olaman deb shundoq uyga kirsa, taloq qo'ygan xotin. G'azab bilan joy namozni solib, qo'lini ochib, bunday qilyapti ekan. Bunday sanayapti ekan qo'lini. Bunday kelib turib, "Ha," debdi, "meni qarg'ayapsanmi?" Qarang, odam yomon narsani o'ylayversa, yaxshi narsalar ham xunuk ko'rinib qoladi-da. Ko'p qavatli uyda yashaydigan xotini qarab eriga aytibdi: "Toba, qarang, mana odam har kuni kir yuvadi. Hech bir toza yuvmaydi kirini" dedi. Hali erkak bunday qarab indamadi. Yana 5-6 kun o'tib, yana hali qo'shnisi kir yuvib balkonda ko'rinar ekanda, ko'p qavatli uylar, balkonda kirlar ko'rinib turadi-ku. Toba qildi, qarang, mana odam kir yuvadi, toza yuvmaydi-da dedi. Eri indamadi. 3-marta yana aytibdi: "Toba qildim, qarang, mana odamni kir yuvadi, chola yuvadi" desa, "Ey xotin, sen aynagingni art, u kirini toza yuvyapti" dedi. "Sen aynaging kir" debdi. Bunday qarasa aynaga kir ekan. Mo ko'zlarimiz kirda biz shuning uchun bu bir odam "Assalomu alaykum" deb yumshoq chiroyli salom bersa ham biz podozreniya qila olamiz. Cho'ta yumshoq qoldi-da, bu bir narsani mo'ljallayapti deymiz. Qarang. O'shnaqa salom bermasa ham nidavolni, mutni roja bo'lib o'tib ketdi, mana uni qarab. Nima yoqarkin bizga o'zi? "Ha" debdi, "Qo'lingni nima qilib qarg'ayapsanmi?" dedi. Desa ko'zidan yosh oqib aytdi: "Hali xotin. Har kuni janjallashsak, har kuni urushsak, istig'for aytaman. Menga otam shuni o'rgatgan. Allohim erimni qalbini shayton vasvasa qilib, taloq degan gapni aytib, gunohkor bo'lib qolmasin. Men o'sha erimni og'zidan chiqqan taloq bilan unga harom bo'lib qolmaydi. Astagfirulloh, astagfirulloh, astagfirulloh deyman. Shu istig'forim bilan Alloh sizni qalbingizga techa menga bo'lgan muhabbatni qitiryapti" degan ekan. Shuning uchun ayollarni erini ushlab olishning eng zo'r yo'li nima bilasizmi? Qaynotasi mashina mindirib qo'yganlar ham kerak bo'lsa yashamayapti. Uy solsa ham yashamaydigan yashamayapti. Xotinlarga yetsinki, shu erini ushlab qolishning eng zo'r yo'li o'zqara bo'lish ham shart emas. Damak huzur bo'lish ham shart emas. Erga mashina mindirib qo'yish ham shart emas. Ha? Har yerlarga borib o'qitadi badbaxtlar, ikki dunyosi kuyadi. Erini o'qitib isitadiganlar bor. Istig'for. Istig'forni aytsin, xotin xotirjam bo'lsin. Er undan boshqaga bo'lmaydi. O'ziniki bo'ladi, o'ziga buyuradi. O'lguncha o'shaniki bo'ladi. Shuning uchun istig'forni aytaylik. Doim istig'forni aytaylik. Bugun bizni bir qadrdon ukalarimiz iftorlikka chaqirdi. Al-Buxoriyning oldida iftorligimizda Shomni Al-Buxoriyda o'qidim. Qarang. Shomga o'sha joyda imomlikka o'tish nasib qildi. Endi hammamiz bilamizda, Ramazon oyida Shom paytida masjidlarda odamlar kamayib ketadi, to'g'rimi? Hamma uyda iftorlik qiladi, borib kelishga qizg'anadi, nima qorin ochdi. Uyda shunday o'qiydi-da, ko'pillatib uradi. Haligi masjidda 5,5 saf, 6 saf odam Shom o'qidi, subhanalloh. Imom Buxoriyni bilasizlarmi safini? Bilasizmi safini? Mana bizdan 10 ta keladi. 450-500 ga yaqin taxminan adashmasa Shomni o'qidik o'sha yerda. Subhanalloh. Kirayotganimizda bittadan bakalashkada suv, bunday paketchada 3 tadan xurmo eshigi tagida, ikki tomondan kiradigan eshigingizga bolalarni qo'yib korobkada ehson tarqatyapti.
xurmo bilan suvni olib kelib birinchi safda o'tirdik, ozon aytdi, xurmoni ichdik, suvni ichdik. Endi qarang hammadan ta'sirli joyini. Namozni o'qib bo'lib, sunnatni o'qib bo'lib, shunday jamoatga burildim, tasbih aytgan. Men o'yladim, hozir shu jamoatning yarimdan ko'pi chiqib ketgandir dedim. Iftorlik, hammani qorni ochgan. Qarasam, hamma o'tiribdi-da. Men ham shu mahallamizda, shu masjidimizda shunday bo'lishni xohlardim. Men ham shuni xohlardim, shu jamoatlarimiz namozdan keyin chiqib ketib qolganlar muzqaymoq yeyotgandir. Balki tahorat qistab qolgandir. Balki onasini bir joyga olib borar, uzrlik. Lekin toza havoga chiqib ketgan bo'lsa, agar shu yerdan issiq, unda halok bo'lamiz. Shunday qarasam, shunday jamoat o'tiribdi, katta bir jamoat. Hammamiz yana bugun duo qildik. Roza olamiz. Og'zimizni ochdik xurmo bilan. Hali ichimizga hech bir taom kirmasdan turib o'sha joyda duo qildik. Ilohim duolarimizni Alloh qabul qilgan bo'lsin. O'sha bugungi iftorlikni uyushtirib bergan ukalarimizni ham Alloh taolo ikki dunyo baxt saodatiga musharraf aylagan bo'lsin. Istig'forni ko'paytiraylik. Muhtaram otalar, bor farzandlarimizga istig'forni o'rgataylik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilar, men o'zim bir kunda 70 marta istig'for aytaman dedilar. 70 marta. Siz bilan biz qancha aytamiz? Har namozda 3 tadan aytadigan bo'lsak, 15 ta aytamiz. Bor yo'q. Namozdan boshqa paytdachi shuni ko'paytiraylik. Kim bugungi kun tarovihimiz 18-kun ekan. 18-kunni tarovih. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan Hazrat Ali rivoyatlari. Kim 18-kungi tarovihni iymon bilan, ixlos bilan, umid qilib, Allohning savob umidida o'qiydigan bo'lsa, qarang, o'sha kungi ibodatda payg'ambarlar ibodat qilgan savob beradi. Bilasizmi qanaqa qilgan payg'ambarlar ibodat? Alloh qanaqa savob bergan ularga? Shuning uchun biz kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas bo'ldik biz. Musa alayhisolamning qavmi unaqa bo'lmadi. Iso alayhisolamning qavmi bo'lmadi. Sulaymonni, Nuhni, Lutni, Zakariyoni, Ishoqni bironta payg'ambarga Alloh aytmadi, bizga aytdi, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Ya'ni bu ummat eng yaxshi ummat deb Qur'onda maqtaladi. Qarang, shu namozimizga payg'ambarning savobi. Subhanalloh. Allohning duolarimizni qabul qilgin, ibodatlarimizni qabul qilgin, tarovihlarimizni qabul qilgin, roza fitrib berganmiz, sadaqotlarimizni qabul qilgin. Iftorliklar berayotgan mahalladoshlarimiz, birodarlarimizni iftorliklarini Xudoyim taolo o'zing qabul qilgin. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilar, kim bir mu'minning og'zini ochib iftorlik bergan bo'lsa, o'sha ro'zador kun bo'yi qancha savobga ega bo'lgan bo'lsa, o'sha savobni misli ularga beriladi degan. Shu iftorlik berayotgan hoji-akalarimiz, birodarlarimiz umid bilan uyiga qancha odamlarni chaqirib dasturxon solyapti. Ovqat beryapti, ro'zadorning qornini to'yg'izyapti, chanqog'ini qondiryapti. It'amut ta'am va atibul kalam. Taom bering va chiroyli so'zlarni ayting dedi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Bizlarga taom berayotgan, ichimlik ichirayotganlarga Alloh jannat taomlarini siylagan bo'lsin. Jannat taomlari bilan siylagan bo'lsin. Istig'forni hammamiz har soat, har nafasda ahli oilamiz bilan, farzandlarimiz bilan, nabiralarimiz bilan doim istig'forda bo'lishligini Xudoyim taolo o'zi nasib etsin. Tilimizga istig'forni oson qilsin. Bi rahmatika ya arhamar rohimin.